Aktrisa Ayuni to'yi bo'pti. Salom, mening ismim Mona va bugun sizlar bilan Ayuni to'yi haqida gaplashamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Aktrisa Ayuni to'yi bo'pti va kim bilan deysizmi? Aktyor Pyongu-sok bilan. Elle Koreya nashriyoti xabar berishicha, 1-aprel kuni aktyor va aktrisalarning rasman to'y taklifnomasi ommaga tarqadi. Muxlislar shu darajada shok ahvolga tushib qolishdiki, chunki bu taklifnomaning rost ekanligiga juda ko'p faktlar bor edi. Misol uchun, to'yga taklif qilingan mehmonlar ro'yxati. Agar to'yga muxlis sifatida mehmon bo'lib kelishni istaganlar bo'lsa, ular uchun ro'yxatdan o'tish saytlari yaratildi. Taklifnomaga ko'ra, bayram 2-aprel bo'lishi kerak edi va bularning hammasi xuddi tush kabi bo'layotgan edi va qachonki Koreya xabarlarida bu 1-aprel hazili deb e'lon qilinmaguncha biroz xafa bo'ldim. Aslida bularning barchasi yolg'on emas edi, shunchaki yaqinda premyerasi bo'ladigan 21-asr shahzodasining rafiqasi nomli K-dramasidagi bir epizodning bir lavhasi deb aytdi muxlislar. Agar keyingi videoda 21-asr shahzodasi K-dramasi haqida ma'lumot istasangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, shu fikrni tashlang. Xayr!